bir odamni g'iybat qilishingiz uni o'lgan holatidagi go'shtini yeyishlik bilan tenglashtirilyapti. Kim shuni xohlaydi deyapti Alloh. Yomon ko'rishligini ham aytayapti. Yomon ko'rasiz-ku axir deyapti Alloh. Unday bo'lsa buni qilmang-da deyapti Alloh. Demak, g'iybat boshqa bir odamni go'shtini yeyish bilan barobar. Insof bilan aytaylik. Qaysi majlisimiz, qaysi o'tirishimiz, qaysi ziyofatimiz hozir shu kunda g'iybatdan xoli bo'lyapti? Na uyda, na ko'chada. Bu oddiy holatga aylanib qoldi. Endi bir xilgilar aytadiki, gapiryapsa bitta insofligimiz chiqib ichimizda, kelinglar birodarlar shu g'iybat qilmaylik desak, ya biz uni g'iybat qilmayapmiz deydi. Uni sifatini aytyapmiz deydi. Bor narsani gapiryapmiz deydi. G'iybat emas bu deydi. Payg'ambarimiz alayhissalomga ham shunaqa degan ekanlar sahoba. Ya Rasululloh, biz unda borini gapiryapmiz-da deganlarda, Rasulimiz alayhissalom o'sha borini gapirishing g'iybat, yo'g'ini gapirishing bo'xton degan ekanlar.